Sizlar so'radinglar, men bajardim. Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Odila va men Instagram profilim va YouTube kanalimda o'zimni 10 yildan ortiq yillar davomida koreyaliklardan, Koreya beauty blogerlaridan va ekspertlardan olgan bilimlarim va o'zim ishlatgan kosmetikalar va tavsiya qiladigan va tavsiya qilmaydigan kosmetikalar haqida bo'lishib boraman. Va xabaringlar bor, men 2 yil oldin onlayn magazin ochgandim. Aynan o'zim ishlatgan va o'zim tavsiya qiladigan kosmetikalarni onlayn magazinimda sizlarga yetkazardim, sotardim va sabablarga ko'ra faoliyati to'xtagandi, lekin biz yana qaytdik. Bir necha kunlar oldin biz уже tovarlarni sotuvga qo'ydik. Shuning uchun agar kim xabari bo'lmasa, Telegram yoki Instagramda Hanbel Cosmetics deb yozsanglar bitta yagona profilimiz chiqib keladi. Umuman o'xshash adashtiradigan profillar yo'q. Bitta bizda shundoqqina ajralib turadi. Aniq nomidan ham o'zi koreyskiy kosmetika sotiladigan magazinligini tushunib olishinglar oson bo'ladi. Ko'pchilik bizda bilmaydi, lekin men Koreya kosmetikalari, umuman koreys tilini biladigan odam sifatida va Koreyadagi bo'layotgan trendlarda, modalar, kosmetika bo'yicha chiqayotgan yangi kosmetikalar, yangi brendlar, trendga aylanayotgan kosmetikalar bilan hammasini men ko'rib yurganim uchun men aniq ayta olaman. Beauty dunyosi 3 ta segmentga bo'linadi. Biz aynan uходовый kosmetikalar bo'yicha oladigan bo'lsak, bu xuddi shu narsa dekorativniy kosmetikalarga ham tegishli. Nizkiy, eng past segment kosmetikalari narxi $1 dan $5 chiqadi. Ya'ni nizkiy segmentda eng arzon uncha nima deydi, yuzga foyda bermaydigan, shunchaki yog', suv, har xil ximikat, shunga o'xshagan tarkibdan iborat bo'lgan kosmetikalar kiradi. Ular faqat nimasiga ahamiyat beradi? Ular такой вычурный dizaynlarga, yorqin dizaynlarga, har xil rasmli qanaqadir dizaynga ahamiyat berishadi. Nizkiy segmentdagi kosmetikalar narxlari $1 dan $5 borsa, mana $10 boradi. O agar bu narsani bilish kerakki, tushunish kerakki, nizkiy segment kosmetikasimi, buni tarkibi yaxshi emas. То есть yuzingizga siz просто pul sarflaganingiz qoladi, yuzingizga hech qanaqa foyda olmaysiz. Bu nizkiy segment brendlarga Nature Republic, Farmstay, Elizaveka, Coxir, aytgancha Coxir bu Cosrx brendini prям ko'chirib o'ziga olgan. Yoki Farmstay kompaniyasi brendi Farmstay Innisfree degan средний byudjetniy kosmetikalar brendi bor. Innisfree degan. Mana shu Innisfreeni xuddi o'zini ko'chirgan. Hozir Innisfree aynan mana shunaqa ularni kosmetikasini prям точь-в-точь ko'chirib o'zini anaqasida tam dizayn tomonlama ko'chirgani uchun hozir Innisfree ancha o'zini yuqori nimaga ko'tardi, segmentga, ya'ni byudjetniyni yuqoriroq, pastroq emasda, yuqoriroq o'ringa ko'tarib rebrending qilgan. Rebrending bu o'sha dizaynini o'ylab boshqatdan o'zgartirgan, ancha oldingidan chiroylilashgan, ya'ni minimalistichniroq qilishgan. Oldin ko'proq Innisfree deganda, Innisfree brend kosmetikalari hammasi yashil rang bilan ko'z oldimizga kelardi. Hozir ancha ham dizayn tomonlama, vizualni juda zo'r. Men o'zim Innisfreeni penkasini ishlataman, maskasini ishlataman. Aynan vulkanicheskiy gliной maskalari вообще zo'r, poralarni zo'r tozalab beradi. Juda zo'r. Yana sivorotkalari ham zo'r. Aynan zelyoniy chayli sivorotkalari, tonerlari bor. O'zlarini kechagi Innisfreeni mag'lub qilib, yana ham o'zlarini yanada rivojlantirib, yana bitta уровеньga ko'targan brend hisoblanadi. Короче, men вообще yaxshi ko'raman Innisfree brendini. Va Coxir brendi xuddi Cosrx brendini kosmetikalari bilan точь-в-точь qilib ishlab chiqargan. O'shaning uchun Coxir desa yoki kimdir Coxir brendi zo'r, unaqa bunaqa, yuzingizni unaqa qiladi, bunaqa qiladi desa, to'g'risi ensam qotadi. Chunki odamlarga emas, просто sotayotgan odam, shug'ullanayotgan odam o'zini o'sha shug'ullanayotgan sferasini yaxshi tushunish kerak deb o'ylayman. Sotadigan odamlarning ham aybi yo'q, chunki ular ham ro'zg'or tebratish uchun shu savdo sotiq qilishadi. Lekin men maslahatim, siz agar original kosmetika olmoqchi bo'lsangiz, albatta menga o'xshab yillar bo'yi shug'ullangan, yillar bo'yi o'zida ishlatgan. Misol uchun men o'zimga Farmstay yoki Coxir kabi brend kosmetikalarni ishlatmayman. Men ham sizlarga o'xshab eng tufta nizkiy segmentdagi o'sha Made in Korea deganiga uchamiz. Yo'q, uchmaylar. Umuman boshqa narsa koreyslarni o'zi bilmaydi. Koreyslarni o'zi imенно mana shu Tony Moly, Elizavekada yoki shu kabi yana qanaqadir brendlar bor. Bu brendlarning nomi tugamaydi-da. Mana shu brendlarni koreyslarni o'zi bilmas ekan. Shuning uchun men ham ishlatganman. Aybi yo'q.
Sredniy segmentdagi kosmetikalar haqida nima deya olaman? Ularning narxi $15-20 boshlanib $50 bo'ladi. Va sredniy segment kosmetikalari siz aniq, misol uchun prям vegan bo'lgan, real effekt beradigan, ximikatlar unaqalar bo'lmaydigan, ya'ni polniy narxi qimmat bo'lgandan keyin albattaki ularni effekti ham, ta'sir qilishi ham va yuzingizni aynan o'sha yuzingizga zarar yetkazmaydigan turli xil ximikatlar deyarli yo'q bo'ladi. Bulardan prям vegan brendlar bor. Men sevaman, yaxshi ko'raman. Bular Cosrx, Isntree, Anua, Dr. Suracle, Purita, Reclair, Innisfree aytdim. Abib, вообще zo'r, Beauty of Joseon. Bu brendlarning nomi tugamaydi. Hozir aynan sredniy segmentdagi kosmetikalar ko'payib ketdi va ular realno kun sayin ular faqat ko'payib emas, balki aynan o'sha konkurensiya kattaygani sayin ular o'zlari o'sha rebrending qilib, ya'ni kosmetikalarni o'ylab, aynan o'sha более vegan bo'lgan kosmetikalarni ishlab chiqarishga более motivirованный bo'lishyapti, bilmayman. Aynan mana shu holatda kosmetikalar вообще zo'r o'zidan o'zi oshib ketyapti. Ya'ni buni olaman desangiz, bu brend yaxshi, ya'ni ham tarkib tomonlama, ham dizayni chiroyli, ham narxi. Eng qimmat o'sha sredniy segmentdagi kosmetikalarni siz $50gacha chiqadi. Misol uchun Anuani hozir ham Koreyada, ham SNG davlatlarida, umuman faqat SNG emas, butun Yevropada ham hozir Amerika deysizmi yoki Rossiya deysizmi yoki tam Fransiya deysizmi, umuman sredniy segment kosmetikalari вообще topga chiqib ketyapti. Mana bizda ham hozir onlayn magazinimizda Anuani aynan o'sha shaftonili va niacinamidli sivorotkasini olib kirganmiz. Realno ishonasizlarmi? Narxi realno mendan ko'p so'rashadi. Qimmat bo'lmasin, arzonroq bo'lsin. Nima deydi, yuzimdagi ajinlarni ketkazsin, chuqur namlantirsin deyishadi-da, lekin narxini misol uchun 150 ming, 160 ming yoki 185 ming desangiz, yo'q, qimmat ekan deydi. Shu narsani esingizda tutinglar. Hozir byudjetniy narsa qimmat. Hammani nazarida qimmat so'zi har xil variatsiya qiladi. Misol uchun men uchun qimmat degani bu misol uchun bitta vositani men $50 olmayman yoki $40 olmayman. Olishim mumkin agar lyuksoviy brend bo'lsa. Lekin men misol uchun faqat Koreya brendlaridan ishlataman. Misol uchun kimdirlar bor, Yevropanida Gucci, Louis Vuitton, yana nimadir boshqa Dior, ya'ni kosmetika, dekorativniy kosmetikalarni olishadi. Lekin men unaqa to'g'risi bilmayman. Men bo'yanib yuradigan qiz emasman, chunki men yuzimga qanaqadir xohlamayman. Yuzim havodan nafas olib yurishini xohlayman. Tonalka yoki shunga o'xshagan narsalar sursam, xuddi yuzim nafas olmayotgandek tuyuladi. Va tabiiyki bu yerda byudjetniy narx bo'lsin deganda hamma har xil tushunadi. Siz yo byudjetniy deganingiz bu misol uchun arzon bo'lsin, lekin yuzimni namlantirsin, tam ajinlarimni tekislasin, tam pigment dog'larim bor, pigment dog'larimni ochartirsin deysizlar, lekin arzon bo'lsin deysizlar. Qizlar, bitta narsani tushuninglar, arzon narsada sizlar aytayotgan mana bu effektlar bor-ku, sizlar kutayotgan effektlar. O'sha effektni beradigan sostav o'zi bo'lmaydi. 5 ming ekan, 50 ming ekan, 80 ming ekan deb olasizlar-da, tam sivorotkami, kremmi, lekin u kosmetika emas. Realno kosmetika emas, uni koreyslarning o'zi bilmaydi. Даже eng nima bor? Penka bilan toner bor. Mana bu yerda mana shular qo'yaman qayergadir. Bu penkani men ham ishlatganman. Bu penkani hozir Koreyada mana bu shotkalar bor-ku, bo'yanadigan shotkalar, kosmetologicheskiy shotkalar. O'shaqa shotkalarni yuvishadi desam, nima deysizlar? Asli o'sha penka bilan yuzinglarni yuvasizlar. Yoki mana Tony Moly'da yoki mana baking powder, mana shu brendlarni penkasida koreyankalar yuzini yuvmaydi. Ular o'sha shotkalar, bo'yanadigan shotkalarni, pudrani, nimalar, gubkalarni yuvishadi. Lyuks premium segmentdagi kosmetikalar esa ular ham zo'r. Ular nimani hisobiga bunaqa qimmat? Ularning narxi $60-70 yuqoriga ketadi. Ya'ni dasha qimmatlashib ketadi. Premium segmentdagi kosmetikalar ko'p emas. Chem byudjetniy kosmetikadagi brendlardan ko'ra. Biz aynan koreyanka professorimiz aytganlar, premium lyuks kачестводagi kosmetikani olishga intilmaydi. Ular возрастной, ular 40 dan 50 dan tepa yosh ayollarga mo'ljallangan bo'ladi. Ularning tarkibida kuchli, yuzni realno kuchli o'sha muammosiga qarab o'zgartiradigan, o'sha davolaydigan vositalarda tarkiblar bo'ladi deb aytganlar. Haqiqatan aytadigan bo'lsak, agar lyuks kosmetikalarning ichida poralar bo'lsa, poralarni kichraytiradigan, lifting qiladigan, pigment dog'larni ochartiradigan, xuddi shu biz byudjetniy kosmetikalarda
qanaqa turlar bo'lsa, xuddi shunaqa, faqat premium lyuks segmentdagi kosmetika brendlari bo'lib kuchliroq bo'ladi. Siz agar haqiqatan yoshlarga to'g'ri kelmaydi, sababi ularni ta'sir kuchi kuchliroq bo'ladi, qimmat bo'ladi. Buni ko'proq aynan o'sha 40 dan 50 dan oshgan ayollar bilamiz, 23-25 yoshdan keyin o'sha ayollarda, qizlarda kollagen ishlab chiqarish sekinlashadi, bo'li o'sha ajinlar tusha boshlaydi, yuz osilishni boshlaydi-da, yuzni tarangligi sekin-sekin pasayishi boshlaydi. Aynan mana shunaqa paytda 40 dan 50 dan oshganlarda yana ham ko'proq bo'ladi bu kuzatish. Va mana shuning uchun ularga aynan lyuks premium kosmetikalar tavsiya qilinadi, chunki ularning tarkibi kuchliroq, aynan mana shunaqa bittada ikkitada ishlatganda srazu effekt beradigan kosmetikalar hisoblanadi. Va bizga aynan o'sha Kyosuning deymiz, professorimiz aytgandilar, agar sen yosh bo'lib turib, 20-30 yosh atrofida bo'lib turib, sen yuzingga premium lyuks kosmetikani ishlatadigan bo'lsang, sani yuzing o'rganadi va u bora xuddi biz aytamiz, dorini ichganda o'rganib qolasan debdi. Misol uchun ba'zi odamlar bor, tanishlarim bor, boshida boshi og'riganda tam sitramonmi shunaqa dori ichib yurishganda, keyin o'sha boshi ichaverganda sitramon ichsa yoki qaysidir o'sha bosh og'rig'i eng arzon dorini ichsa, o'sha bosh og'rig'iga ta'sir qilmaydigan bo'lib qolgan. Xuddi shunaqa bizda kosmetikalar bilan ham xuddi shunaqa привыкание bo'ladi, ya'ni organizm привыкать qiladi-da kuchli narsaga. Va o'sha yoshingiz katta bo'lgandan keyin ishlatganingizda u kosmetika yoki qaysidir vositadan siz effekt olmaydigan bo'lib qolasiz. Koreya kosmetikalarida esa eng kuchli, eng effekt beradigan aynan o'sha возрастной uhodga to'g'ri keladigan, mos keladigan kosmetikalar bu o'sha aynan premium lyuks kosmetikalar hisoblanadi. Bugun juda ko'p gapirdim. Agar bu video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni va yaqinlaringizga jo'natishni unutmanglar. Sizlar bilan gaplashib, sizlarga gapirib, men o'zim uhodlarimni qo'yib oldim. Bu Cosrx brendidan toner va krem Purita brendidan vegan ishlasanglar bo'ladi. Вообще zo'r, Centellali kremi. Bu ikkalasi biza onlayn magazinimizda наличиеda bor. Yuzinglarni zo'r увлажнять qiladi va yuzinglarni takoy tinchlantirib, Centella bor bo'lgani hisobiga yuzinglarni tinchlantirib, takoy охлаждение effektini beradi. Prям yuzinglar gradusi pasayganini sezasizlar. Agar bu video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Albatta biz onlayn magazinimizga obuna bo'lib olinglar va albatta o'zingizlarga original, haqiqatan ta'sir qiladigan, foyda beradigan kosmetikalarni olinglar. Bizning magazinimizda prosta SNG davlatlarida, O'zbekistonda trendga aylangan yoki ko'p sotiladigan kosmetikalarni ko'rmaysizlar. Sekin-sekin assortimentlarimizni kengaytirishni boshlaymiz. Xudo xohlasa, lekin hozir наличиеda bo'lgan kosmetikalarning haqiqatan effekti bor. Men o'zim ishlatganman, o'zim tavsiya qila olaman va mana shu brendlarni men sizlarga ravo ko'raman. O'shaning uchun biz onlayn magazinimizda bemalol qo'rqmasdan original asosiysi olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta YouTube kanalimga ham a'zo bo'lib olinglar. O'zinglarni bilim ko'nikmalarini yanada ko'paytirishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, annyeong.